Assalomu alaykum, Kimyobiz Telegram va YouTube kanali obunachilari. Demak, bugun organik kimyodan zanjir reaksiyalari bo'yicha loyihamizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Bugun ham xudo xohlasa organik kimyoga oid bir qiziqarli zanjir reaksiyasini birgalikda demak tahlilini siz bilan ko'ramiz. Xo'p, demak, nomer ikkinchi zanjir quyidagidan iborat. Demak, etil xloriddan X1 modda hosil bo'lgan. Xo'p, X1 modda kaliy permanganatni kislotali sharoitida oksidlanib, keyin X2 moddani hosil qilgan. Undan 3 nitrobenzoik kislota hosil bo'lgan. Unga natriy gidroksid qo'shib, uni tuzi, unga yana natriy gidroksid qo'shib X4 modda olingan. Xo'p, bizda demak bu yerda o'ylashimiz kerak. Mana bu 3-holatdagi aromatik halqa qayerdan keldi degan narsa o'ylashimiz kerak. Xo'p, o'ylashimiz bo'yicha uje mana shu etil xlorid bilan aromatik halqali hosil bo'ladi. Mana shu X1 moddani o'zi uje aromatik halqali modda hisoblanadi. Bu X2 katta ehtimol bilan oksidlanganga qaraganda benzoik kislota bo'ladi. Chunki demak qanday aromatik halqali benzolni o'zi bilan reaksiyaga kirishib etil benzol oksidlansa benzoy. Xo'p, benzoyga natriy gidroksid ta'sir ettirib natriyli tuzi. Xo'p, yana natriy gidroksid ta'sir ettirib esa Duma reaksiyasi bo'yicha demak nitrobenzol hosil bo'ladi. Demak, katta ehtimol bilan mana shu bizning aytgan ketma-ketlik bo'yicha ketishi kerak va ana shu ketma-ketlik bo'yicha yozib ko'ramiz. Agar ko'rsatilgan qiymatlar savollarga to'g'ri kelsa, demak bizda yechimimiz to'g'ri bo'ladi. Birinchi savol, demak, etil xloridga shunda demak benzol ta'sir ettirilgan. Benzolni sal burchaklari sal nima qolib qoldi. Xo'p. Bu yerda katalizator, shunda alyuminiy xlorid katalizator bo'ladi. Xo'p. Etil benzol hosil bo'ladi. CH2 CH3 va bu yoqda demak H xlor hosil bo'lyapti. Xo'p, shunda X1 moddamiz etil benzol hisoblanyapti. Etil benzol CH2 CH3 tarkibli. Xo'p, endi hosil bo'lgan ikkinchi nimada, ikkinchi reaksiyada deylik, hosil bo'lgan etil benzolimiz kaliy permanganatni kislotali sharoitda oksidlanyapti. Xo'p, demak CH2 CH3 bo'lsa, xo'p, plus bu kaliy permanganatni kislotali sharoitdagi eritmasi kuchli oksidlovchi hisoblanadi. Bu joydan o'zadi va benzoik kislota hosil bo'ladi. Demak, benzoik kislotasi bu yerda yozamiz. COOH qilib. Keyin kaliy sulfat, keyin karbonat angid bor, uzr. Bu yerda uzgandan keyin bu tomonda bitta nima qoladi-ku, uglerod, u ham uzilib olib oksidlanib karbonat angid hosil qiladi. Keyin marganiz sulfati, xo'p, plus kaliy sulfati va plus suvni hosil qiladi. Reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, etil benzolni oldiga 5, bu yoqqa 5, kaliy permanganatni oldiga, buni sal bu yoqroq qo'ysak bo'lardi. Kaliy permanganatni oldiga 12 qo'yamiz, plus bu yoqda tursin. Sulfat kislotani oldiga demak 18, uglerodni oldiga 5, buni oldiga 12, bu yoqqa 6, suvni oldiga shunda 28 qo'yib reaksiyani tenglaymiz. Xo'p, shunda bizda X2 moddamiz, bu yerda hosil bo'lgan X2 moddamiz
benzoy kislotasi bo'lyapti. Demak, benzoy kislotasi. O'ylanish kerak, ya'ni bu mexanizmga aynan qaysi tanlov to'g'ri kelishligi haqida o'ylanib yechim qilinadi bunga. Xo'p, 3-reaksiyada endi X2 benzoy chiqdi-ku, benzoydan 3 nitro nimani olishimiz kerak? Benzoy kislotani hosil qilishimiz kerak. Endi biz bilamizki, benzoy nimada karboksil guruh ikkinchi tur o'rinbosari hisoblanadi. Benzol halqasini orientatsiya qoidalariga ko'ra meta orientat hisoblanadi. Ya'ni o'zidan keyin keladigan nimani o'rinbosarni meta holatiga demak yo'naltiradi. Shunda bizda benzoy kislotamiz bor. Benzoy kislotaga demak nitrat kislotasini ta'sir qildiradigan bo'lsak, bu yerda nima bo'ladi? Sulfat kislota muhitida qizdirib reaksiyaga kiritadigan bo'lsak, demak boya aytganimizdek, xo'sh, demak aytganimizdek benzoy bu yog'i meta holatda demak NO2 turadi va bu yoqda suv hosil bo'ladi. Demak, X2 dan buni olish uchun bizga nitrat kislota qo'shish kerak ekan. Xo'p, 4-reaksiyada endi hosil bo'lgan 3 nitrobenzoy kislotaga natriy gidroksid eritmasi ta'sir qildirilyapti. 4-reaksiya. Xo'sh. SOH NO2 ga demak natriy gidroksid eritmasi ta'sir ettirilgan paytda bu karboksil guruh tarkibidagi vodorod hisobiga boradigan reaksiya hisoblanadi-da. Ya'ni mana shu SOHdagi natriy bo'ladi-da, NO2 o'zi turaveradi. Shunda X3 birikmamiz quyidagicha shaklda bo'ladi. Ya'ni HCOO natriy va demak bu yog'i NO2 formatda turaveradi. Xo'p, endi 5-reaksiyani mana shu joyga sig'dirishga harakat qilamiz. Demak, 5-reaksiyada hosil bo'lgan mana bu tuzimizga natriy gidroksidni o'zini nimasini qo'shishimiz kerak. Nima deydi? Eritmasini deydimi? Yo'q, o'zini ekan, eritmasi emas ekan, o'zini. Xo'p, CO natriy. Xo'p, bu yoqda demak NO2 bor. Endi natriy gidroksid qo'shadigan bo'lsak, bu Dyuma reaksiyasi bo'ladi-da. Buni bog'ini bu yerdan bunday uzib oladi-da. Mana shu ketma-ketlikda qatorda uzib, qolgan vodorod bu yerga keladi. Xo'sh, shunda nitrobenzol hosil bo'ladi va bu yoqda natriy karbonat qoladi. Shunda X4 moddamiz nitrobenzol hisoblanadi. Nitrobenzol. Xo'p, demak, Kimyo biz Telegram kanalida organik moddalarning zanjir reaksiyalari bo'yicha ikkinchi qism videomiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Bu yerda demak X1ni, X2ni, X3ni va X4ni topdik. Har bir reaksiyani to'liq nimalari bilan, sharoiti, katalizatori bilan birgalikda barchasini demak yozishga harakat qildik. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.